46 savol. Etikka mast tortish. Assalomu alaykum shayx hazratlari. Sizga shunday savolim bor edi. Namozlarning aksariyatini, ayniqsa kuz paytida ishxonada o'qiyman. Alhamdulillah bunga ozmi ko'pi sharoit bor. Biroq qish kunlarida tahorat olish bir oz noqulaylik tug'diradi. Ya'ni tahorat olingan oyoqqa etik kiyilsa va keyin tahorat ushatilganidan so'ng yangisini olganida etik ustidan mast tortish joizmi? Xuddi mahsi holatidek. Ochig'i bu yo'l qulaylik tug'dirganidek va vaqt tejashiga ham olib keladi. Ammo fiqhiy tarafdan qanday? Iltimos javobingizni kutaman. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Etik ham mahsiga qo'yilgan shartlarga to'g'ri kelsa, unga bemalol masx tortilaveradi. U bilan yerni bosib yurish mast tortishga to'siq bo'lmaydi. Agar etik bilan ba'zi noqulay narsalarni bosish haqida mulohaza bo'lsa, keyingi yerni bosish bilan etik tozalanadi. Faqat namoz o'qishdan oldin qarab, etikning pokligiga ishonch hosil qilish lozim. Vallohu a'lam.